Mantiqqa asoslangan holatda testlarni to'g'ri javoblarini topamiz. 5-testga ahamiyat qaratinglar. Ushbu testning to'g'ri javobini topish uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi to'g'risidagi qonunni bilish kerak. Ammo ushbu qonunni bilmasdan, o'qimasdan turib ham mantiqan to'g'ri javobni topish mumkin. Demak, savol shundan iborat. O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, xalq deputatlari kengashlari, deputatlar saylovlari yoki referendumlar ovoz berish o'tkaziladigan binolarda soat nechida ijro etiladi deyilmoqda. Demak, e'tibor qaratsak bu yerda saylovlar o'tkaziladigan vaqtda soat nechida madhiya ijro etiladi degan savol bo'lmoqda. Demak, e'tibor qaratsak, misol uchun biz prezident saylovlarida qatnashmagan bo'lishimiz mumkin. Misol uchun abituriyent saylov yoshiga yetmagan bo'ladi odatda. Lekin ko'pchilik biladi, saylovlar soat ertalabki 8 dan kechki 20:00 gacha bo'lib o'tadi. Mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, saylovlar boshlanishidan oldin madhiya ijro etiladi. Shu sababli bizga ertalabki 8 varianti juda ham yaqin kelyapti va bizning to'g'ri javobimiz ham shu. O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi to'g'risidagi qonunda ham shu yozilgan, ya'ni soat 8 da saylovlar o'tkaziladigan binolarda ijro etiladi. Shunga o'xshagan test tahlillarini o'tkazib yubormaslik uchun albatta sahifamga obuna bo'lib qo'ying.